Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xanim namlıq tarihi romanının davamı. 7. Malika Möhtərəm Xanımның fərmanına binaən Naib və Əmir Yahya Xocaның hərmidəki qırğınçılıqda Yahya Xocaның ağca toqqaları Xocazadə xanzadlardan tatıb hərəm xizmətkarlarıgacha tamamı qırıb taşlanğan idi. Bu dəhşətlik faciədən çöçügən Qashqar şəhəri xuddi teliqib ketgan bu vaqqa oxşaş vahimilik timtaslıqqa çömgən idi. Tuyuqsuz yüz bergen bu faciədən əs hoşunu yo'qotgan Sülki ishqiya muritiri nima qilarini bilinmay gangiraşdı-da, xonim podshohning g'azablik paylidan qo'rqib, da'vo dastur qilishga petinanmay, bulung pishqoqlarga mukinib panohtashdi. Malika Möhtərəm Xanim Hazrat Mazrida Abbaq Xocaning 40 nazrisini berib bo'lgandan keyin o'g'li Mahdixon Xoja va Mirza Alimshah, Mirza Sultonbeg qatorliq sarkarda amallarini agashtirib, vahima ilkida cho'llarab qolgan Qashqar shahriga dab-dabi bilan kirib keldi-da, Naib va Amir o'rdisiga joylashdi. Qashqar shahrining Avad ko'cha rastirida, masjid xonqa oldilarida dash qozonlarni ostirib, Qashqar xalqiga uda 3 kungacha nazr ishi berdi. Namrat oilalarga, tul xotun, yetim o'g'illarga, meyib majruh kishilarga xazindan xarajat ajratib, sadiqa niyoz tarqatdi. Shuning bilan Qashqar aholisining vahimasi besilib, yuragi bir oz joyiga tushdi. Ko'cha rastlarda, turlik bozorlarda savdo setiq, ilm berim, qo'l hunarvanchilik, turlik hunar kasblar yana qaytadan jonlandi. Ammo odamlarning chiroylari yanala tutuq, ko'zlari vahimilik edi. Pichirlashib, so'zishadi, qusurlashib savdo qiladi. Yuragi chiqib ketgan shahar aholisi tuyuqsiz eshak hangrab sasimi qo'rqinishdan dir-dir titraydi, qoshqili joy, mukungili to'shik izlaydi. Faqat ko'cha rastlarda xonim podshohning yorliqini yetkazib atgan jakarchilarning ovozini, tivildivozning vahimilik jaranglashlarini anglag'ili bo'ladi. Ayyuhannas! Qashqarning ulug' ushshoq, cho'ng kichik amu xaslari quloq sog'aysizlar deb vaqirishadi jakarchilar qo'llardagi mis tivildivozni chelib turib. Saxovatlik, mehribon, shafqatlik xonim podshoh olilari shundoq farmon jakarlaydi-ki, el yurtning tinchligi, avam raiyatning xotirjamligi, buyuk saltanatning osoyishligini nazarda tutib, turlik suluk mazhab targ'ibotlari qattiq cheklandilar. Barliq suluk ahllari o'zlarining suluk e'tiqodida Xudoyi ibodati bilan mashg'ul bo'lsinlar-ki, sulukdan mustasno avomni sulukka kirishga zinhor zo'rlamag'ay. Oq taqiylik, ishqiyachilar, qori taqiylik, soqiyachilar o'zaro nizo adovatlarini yuyishib, inoq ijil ittifoq o'tkay. Ol ikki sülükteki murid murşidlardan kimda kim nizo adavat tugminiga qaytadan suv boshlab jangi jidal paydo qilsa, birdak o'limga mahkum bo'lg'ay. Ol jidal majrolarga boshchilik qilib, cho'ng g'alyon paydo qiluvchilar 7 jamiyatigacha qirib tashlang'ay. Ayyuhannas, ishtinglarmu amuxas. Xonim podshoh olilarining farmoniga quloq solinglar. Ul farmonni ulug' deb bilinglar. Jakarchilar attigandan kashgacha to'xtamay vaqiraydi. Farmonni anglagan Sülki ishqiya mazhabidagi oq tog'liq muridlar o'zlarining hukmronligining oxirlashganligini his qilishib, hasratlanadi, uratdi. Abbaq Xoja bilan Yahya Xojaning halokatidan xushallanib, qaytadan bosh ko'tarib chiqib, Sülki ishqiya muridlaridan qisos ilishqa tishlarini bilib, qilish to'qmoqlarini tayyorlashib turgan Sülki ishqiya muridlari xonim podshoh saltanatining o'zlarining orzusidagidek kutgan yerdan chiqmayotganligidan qattiq afsuslanishadi. Necha kundan beri Qashqarning Naib va Amri
qalamdor alamdor mansabdorlarini qaytadan vazifaga tayinlab saltanat ishlarini bir yoqliq qilib bo'lgan Malika Muhtaram xonim endi Ostonaga qaytish taraddutiga tushgan edi. Naib əmir ordisiga yig'ilgan Qashqarning barliq cho'ng kichik amirlari xonim podshoh bilan Mahdixon xo'jamni uzitib qo'yish uchun qo'l bog'lab turishadi. Beshiga oltin do'bulg'a kiyib, kumush savut ustidan qora maxmal libos chigib olgan Malika Muhtaram xonim qosh teshi kamariga esib olgan oltin sapli xanjirini o'ng qo'lida tutib olganicha surlik o'tiradi. Şu əsnada Hüdaychi kirib keldi-də, taxtning oldiga kelib, qo'l bog'liqnicha beshin agdi. Xonim podshoh oliylariga ma'lum bo'lg'ay. Ma'sum xalifa ismli bir kishi oliylar bilan ko'rishishni talab qilyotidi. Ma'sum xalifa degan ismni anglash bilan Malika Muhtaram xonimning chiroyli qo'shimlari turildi. İzdirgini qilib bo'g'icha o'zi kepti-da. Tanrım, ko'nglimdagi eng oxirgi andishamnimi xalos qilganingga ming shukri. Janobi amirlarning qaytishiga ijozat, dedi Malika Muhtaram xonim. Ondan Hüdaychiga qarab amr qildi. O'l Ma'sum xalifani ishkirki saroyiga boshlasınlar. Mirza Alimshah janoblari bilan Sarkarda Mirza Sultonbek Qobulda hamroh bo'lg'ay. Xonim podshoh oliylarining himmatiga ishqalloh. Qashqar amirlari Malika Muhtaram xonimga hurmat, ehtirom bildirishib, Qobulxondan chiqib ketishdi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonni zaharlab o'tirgan Ma'sum xalifa shu kuni qochqanicha Toshmiliqqa chiqib yoshiringan edi. Bu Toshmiliq degani hozirgi Qashqar Ko'ni shahar noyisidagi bir yeza deb izohat berilibdi. Yahya xo'ja dadisining qotilini tutish uchun har qaysi o'tang, langar, yo'l eg'iziriga ko'plab lashkar turg'izganligi, Qashqarga tava yurtlarni xufiya payloqchilar, do'rg'a yoylar, tingtingchilar qoplab ketganligi uchun Ostonaga qaytanmagan edi. Shu orliqda o'g'li Hasan xo'jini taxtda turg'izib, o'zi hokimiyat ishlariga riyosatchilik qilgan Malika Muhtaram xonimning Qashqarga kelganlik xabarini anglab, Toshmiliqdan midirlamagan edi. O'ylamagan yerdan Yahya xo'jini bola chaqalari bilan o'ldirgan Malika Muhtaram xonimning yo ishqiya sulkini, yo soqiya sulkini yoqlamay, saltanatni sudukdan mustasno tutish haqida tushirgan farmonini anglab, qattiq cho'chidi. Malika Muhtaram xonimning bu farmoni uningga cho'ng bir vafosizlik bo'lib tuyuldi. Onuncu bo'lganda Soqiya sulkining yordamiga erishib, saltanatni qo'liga olgan Malika Muhtaram xonim Soqiya sulkidagilarni e'tiborlashi, butkul Saidiya tasarrufidagi dahriy hokimiyatga Soqiya sulki yo'lboshchisi bo'lishi, Soqiya sulkining pir azami Daniyal xo'jini Dahbettin taklif qilib akilib, o'rnida yuqori obro'y inovatga, mansab martabaga ega qilishi kerak edi. Şoňa o bugun Malika Muhtaram xonim bilan ochiq so'zlashish, uni vafoga jafo qilmaslikka ogohlantirish uchun o'rniga kelgan edi. O'zini Malika Muhtaram xonim saltanatining tuhbikori, nijotchisi deb hisoblagan Ma'sum xalifa Malika Muhtaram xonimdan oladigan inomlarni, katta hurmat, ehtiromni ko'z oldiga keltirib, chalvoqlari yiqib ketgan edi. Ma'sum xalifa ishkirki saroyiga kirib, to'rdagi shohona kursida to'liq jang kiyimi kiyib, sur hayvi bilan o'tirgan Malika Muhtaram xonimni ko'rib, bir oz huduqdi. Ammo tezla esini yig'ib oldi-da, chiroyiga kulgi yugurtib salom berdi. Assalomu alaykum, xon og'chi xonim, oltin bo'ylari esanmikin? O tarbiya ko'rmagan, adabsiz badbaxt deb birdilla vaqirdi Malika Muhtaram xonimning qishida o'rturgan Mirza Alimshah g'azab bilan qo'l shiltib. Sen xon og'chi deb kimingni mazoq qilyapsan? Buyuk Saidiya saltanatining buzrukvari xonim podshoh oliylarining oldida tilingni choynug'idek, yurking qopdak baykan-ku sening.
bu tuyuqsuz zarbidin Ma'sum xalifa choyon chaqqandek cho'chidi-da, peshonasidan purida tepchib chiqdi. Hayronliq, gongirash ilkida ko'zlarini shohona kursiga tikdi. Malika Möhtərəm xanım go'yo uni tunji qatim ko'rayotgandek so'g'uq nazarda qarab turadi. Chiroyli shahla ko'zlaridan vahimalik so'g'uq nur yaltiraydi. Ma'sum xalifaning vujudidagi manmanchilik, tuhfa, inom, ta'ma vasvaslari birdilla g'oyib bo'ldi-da, ixtiyorsiz mo'qla yukindi. Gunohimdan kechgayla, xonim podshoh olilari. So'zla, nima gaping bor? Malika Möhtərəm xanımning iltifotsiz so'rgan savoli Ma'sum xalifani texmi bak gangratdi. Tova, xon podshohlar shundoq oson untiqoq bo'lib ketamdigandir. O'z vaqtida menga 2 tuman sar kumush bilan 5000 sar oltinni berib, Abba xo'jini o'ltirishga buyurgan xon oqchi xonim shumu emasmi? Ajab tonimaslik qilib oldi-ya. Avu emirning haqavurliqini ko'mamdigan tehi. Balagerdan piri buzurgimiz Daniel hocam hazretlerining salimini yetkizay deb. Qaysi Daniel hoca o? Sordi Malika Möhtərəm xanım chiroyini purishtirib. Malika Möhtərəm xanımga Daniel hocani dastaq qilib turib, o'zini tonishtirish kar qilmag'ashqa Ma'sum xalifa texmi bak iztirobga tushdi. Ammo helimi ham o'zini to'pkor hisoblaydi. Ashu to'pisi bilan saltanatdan Isoqiya sulkiga homiylik qilishni, sulki ishqiya muritlarining qisosini ilib berishni talab qilishga haqli deb qaraydi. Şunu o tilini çaynab oturuşdan gapning postkallasini aytishni afzal ko'rdi. Xon ağca yo'q. Xonim podshoh odilarining esida bo'lsa kerak. Balagerdan piri buzurgimiz Daniel hocamning madad berishi, sulki Isoqiya g'ozlarining jon pidoliq ko'zishi bilan odilarining farmoniga binoan qiyomatlik ag'yordiri bo'lmish ul murtad Apaq Ishon xon hojini zo'qim jon qilib vaylun do'zaxga yo'lladik. Albatta bu to'pimiz uchun bizlar kim sulki Isoqiya murtiri dahri saltanatning e'tiborlashiga, hurmat izzat ko'rsatishiga noil bo'lishimiz kerak edi. Ammo jakorchilardan xonim podshoh odilarining farmonini angdiqki, buyuk tasarruflarida saodatman Isoqiya sulkimiz ozg'un ishqiya sulki bilan o'xshash taqib qilinibdi. Mirg'azab deb g'azab bilan vaqirdi Malika Möhtərəm xanım Ma'sum xalifaning so'zini bo'lib. Ishon xon hojamning jiniga qasd qilgan munu qotilning darhol kallasini ilanglar. Ma'sum xalifa birdilla andikdi. Qo'rqinishdan putqulida jon qolmadi. O'ylamagan yerdan beshiga kelgan bu o'lim vahimasi uning as-hoshini qo'ymagan edi. U ikki qo'ltig'idan tutib, darqirtib so'rab ketib qolgan jallodlarning changilida tipirlig'icha echinishliq nola qilatdi. Xon og'chi xonim, uvol qilmasizlar, har na qilsak, sizlarning farmonlari bilan qilganmiz. Xudodan qo'rqsizlar, balagerdan birimizning g'azab qarg'ishidan. Shu kuni tush mahal bilan Malika Möhtərəm xanım ostoniga qaytish uchun yo'lga chiqdi. Malika Möhtərəm xanım o'tirgan 4 ot qitilgan shohona mapining oldida 4 nafar otliq yasovul yo'l echib mang'atdi. Mapining orqasida Məhdixon xo'ja, Mirza Alimshah, Sarkarda Mirza Sultonbek va ularni uzitib chiqqan Qashqarning amir baglari otliq kelyotdi. Ularning orqasida yana bir to'p otliq yasovullar bor edi. Shohona mapida o'tirgan Malika Möhtərəm xanım mapining yon tarafidagi panjarasiga tutilgan shoyi pardani qo'yib etib, yo'lning ikki tarafida hurmat ehtirom bilan beshini tuvan silishib, qo'l bog'lab turishgan Qashqar xalqiga, hashamatlik va oddiy ko'rimsiz imoratlarga nazar tashlab o'tiradi.
tuyuqsiz xalta ko'chadan muңluq talqin ovozi anglandı. Talqin ovozi barbara cho'ng ko'chaga qarab yaqinlab kelyotdi. Bu dunyoda podshoh men deb ko'ksin kergan, ham oldida kurs qo'yib xiyma qurgan. Bu yerdagi xiyma degan so'z chidir ekan. Necha minglab xil hasham cherik yiqqan, ajal kelsa birsi vafo qilmas ermish. Talqin Malika Möhterem xonimning birdilla diqqatini tortdi-da, mapkashni jo'rib to'xtatdi. Shu asnoda chochlari o'sib, teqimiga tushgan, beshiga ko'la, uchisiga quroq jandi kiygan, o'shnisiga xurjun otgan yalang oyoq 60-70 yoshlar atrofidagi bir darvish po'lat halqiliq, munguz dastaklik sapoyisini jo'ldaqshitib, chog'nicha cho'ng ko'chaga chiqib keldi-da, bahramon holda talqin etishni davomlashtirdi. Necha minglab cherik yiqqan xonlar qoni, bu hikmatning har biri go'har koni. Vafası yo'q, bevafodur dunyo fani, g'ofil odam ko'rib ibrat olmaz ermish. Malika Möhterem xonim mapining qishig'i kelib, buyruq kutib turgan sarkardiga amr qildi. Avu darvishga bir hamyon tilla sadiqa berib, safarni davomlashtiringlar. Xo'p, xonim podshoh olilari. Sarkarda darhol otdan tushdi-da, orqadagi harbidan bir hamyon tilla ilib, yiliqi darvishning qichig'i keldi. Ol darvish, xonim podshoh olilarining haqqi hurmatiga duo qil. Darvish tillalarni ilib, bir necha daqiqa qo'lida dangsab turgandan keyin hamyonning og'zini ochdi-da, tillalarni olqiniga to'kib, atrofidagi odamlar to'piga chechivatdi. Kishilar jiringlab turgan tillalarni terib olish uchun o'rtipa bo'lishdi. Darvish quruq hamyonni xurjuniga soldi-da, Malika Möhterem xonimning mapisiga shundoqli qarab qo'yib, sapoyisini jo'ldaqshitib, chog'nicha yana xalta ko'chaga kirib ketdi. Bu dunyoda yuguruk otqa minguchilar, har kun jangda mubozirlik qiluvchilar, olmos po'lat o'tkir qilish chopquchilar, ajal kelsa beg va xonni qo'ymas ermish. Bu yerdagi mubozirlik degan gap yakma-yak jangga tushguchi degan ma'noda. Malika Möhterem xonim darvishning orqasidan bir oz qarab turdi-da, ondan mapkashni mengishga amr qildi. Shu kuni Malika Möhterem xonimning qulog'ida darvishning aytgan talqin ovozi xeyli uzoqcha jaranglab turdi. U mapida o'tirib, uzundan uzun xiyol suratdi. Pat-pat ulug' kichik tinib qo'yatdi. 8. Abba xo'ja bilan Yahya xo'ja o'limidan keyin qattiq cho'chib o'chakka kirib olgan, qurut qo'ng'izdak jimib ketgan sulki ishqiya muritiri Malika Möhterem xonimning saltanatni sulukdan mustasno tutish, turlik suluk targ'ibotlarini cheklash haqidagi farmoniga bir mazgil sukut qilgandan keyin yana qaytadan jonlanib ketishdi. Ular dastlabda xufiyona suluk targ'ibotlari bilan shug'ullangan bo'lsa, keyin ochiq oshkorlikqa o'tdi. Muritil hidoyatchilarni qaytadan tashkillab, saltanat bilan put tepishga o'tdi. Ular halqi suhbat, zikri sama sorunlarini xonqa, mazar, tunak xonlardan ko'cha rastlarga, to'y to'kin sorunlarga, masjid jamoalarga yo'tkab, fitna fasod tarqitib, xalqni xonim podshoh saltanatiga qarshi turishga, kuchkirtishga kirishgan edi. Shu kunlarda el orasida turlik apqashli gaplar kengri tarqalgan edi. 4 odam jug'lashganligi yerda bu fitna ig'volar xuddi qor pomzigidek do'milg'an siri yo'g'inab ketgan edi. Qutbil Aqtab Abbaxon hojamni xonim podshoh olilari o'ldiribdimish. Eshon pirimizning eshig'i silingan zaharni xonim podshoh Hindistondan akeldirgankan. Zaharni oshqa solmabdikan, sho'rpiga solibdikan. Yo'q, sharbatga solibdikan. Oh, jannat makon Abba xo'jam. O'l xonim podshoh
akisi Sultan Muhammed Emin Bahadır xan alilərinin qısasını almaqçı ekan. Oppoq hocam Sultan Muhammed Emin Bahadır xanni qasdab o'tirgan ekan. Yo'q, Ишан hocam herkes undaq qilmaydi. Vəliyullah piri buzurkimiz. Xudo jannatul rizvandan o'rin bergay ilohim. Ишан pirimiz to'limi mehribon, shafoatlik odam edi. Odam emas, avliya alayhi vassalam edi. Tutqan hassi chinar bo'lib ko'klaydi. Qarg'ish uchirgan odam tin tatmay o'latdi. Yer yutatdi. Xonim podshohning xon hujimizning nikohiga o'tishida rozilik yo'q emish ekan. Tog'i akıllarının öç qisasını eriş üçün qutbul əxtabımızga yatıq bolğan ekan. İşan pirimizni aman bir günü öldürüşni köңlüge püküptü ekan. O jadi padşahım. Azazul padşahım. Çoğun hocazadam Yahya hocamnımı balı çaqaları bilen öldürgüzütüptü emasmı yoranlar? O jallat padşahım. Мәзлум халық сорған yurt çöl qalar emiş. Topan balası basar emiş. Yahya hocamның hayat qalğan hocazadisi Ahmet İşan hocamға saltanatni ötküzüp bəsi bolatdı. Ol jallat xanımdan undaq inca özlükdün zinhar kənməz. Şundaq Abbaqxan hocamni öldürgen tursa, Yahya İşan hocamni öldürgen tursa, Xotin ballardan tatib, didek xizmatkarlargacha tamamiy qirib tashlagan tursa, Xudo jazoni bere. Xunriz jallat xanim. Ишан hocamның qisasi tutib, qon qusib o'larsan jallat xanim. Sülük ahli, Abbaq hocamның qisasini irishqa taraddud qilgaymiz. Pir buzurgning xun qisasini irishqa niyat qilmagan murid muxlis munkir munofiqdir. Yetti avlodini do'zaxga so'rgisidir. U jallat xanimni yo'qotmay turib, suluk taqibidan zinhor qutlanmasmiz. Sulukimiz uchun, Ишан pirimiz uchun, xon hocamning qisosini elish uchun, o'lsak shahid, hayot qolsak g'ozi. Amin. Amin. Murtil hidoyatchilarning bu targ'ibot fitna ig'volardan Malika Muhtaram xonim o'dulliq xabar tepib turadi. Ammo quturgan qovandek talvilashgan sulki ishqiya muritlarning o'tirishiga uchragan oddiy xalq bilan qarshilashib qolmaslik uchun amdila qo'liga olgan saltanatning uliga daz katkuzmaslik uchun tishini tishiga besib turishga majbur edi. Bu fitni ig'volar bir qism o'rda amallarning Malika Muhtaram xonim saltanatlik bo'lgan ishonch e'tiqodini xilla tavirtib qo'ygan edi. O'g'li Mahdixon xo'ja texi kichik bo'lg'achqa barliq ig'irchilik, bosh og'riqi Malika Muhtaram xonimning zimmasiga tushgan edi. U aran tasdiqda asliga keltirgan Saidiya saltanatining taqdirini o'ylab, kech-kechalab kirib qaqmaydi. Saltanat düşmanlarının, qisasxo'rlarning qasdidan saqlanish uchun olayda buyurtib yasatgan jang kiyimi bilan uxlaydi. Xudodan o'g'li Mahdixon xo'janing tezroq cho'ng bo'lib, saltanatni mustaqil qo'lga olishini, o'zini bu vazni tog'dan ig'ir ruhiy besimdan qutuldirishni tilaydi. O'zini yolg'iz, ojiz his qilgan Malika Muhtaram xonim oxiri oqsi Chalishning noib amri Shahzoda Abdumo'min Oqboshxonni o'rniga kelib, saltanat ishlariga hamdamda bo'lishga taklif qilib maktub avatdi. Qadrlik singlim, xonim podshoh olilari deb yozgan edi Shahzoda Abdumo'min Oqboshxon singlisiga yozgan javob xatida. Ahvolingizdan xabar tepib, to'limu izdirob chekdim. Shu topda qanotim bo'lsa, qishingizga darhol uchib berib, xasta ko'nglingizga tasalli bersam, saltanat ishlariga hamdamlashsam, ul riyokor, osilarning adibini berib, ko'nglingizni amin topqizsam deyman.
Sizdek himmetlik, qalamdimi, alamdimi kamalatga yetgan Bahadır singlimning bo'lganligidan cheksiz faxrlik his qilaman. Saidiya saltanatini qaytadan tiklash ishini vujudga chiqarganligingizdan jannat makon babai buzruklarimiz Sultan Said Xon, Sultan Abdurashid Xon, Sultan Abdurahim Xon va shijoatlik tog'imiz Sultan Abdullah Xon, Sultan Ismoil Xon, jannat makon akam Muhammad Emin Bahadır Xon, shundaqla jannat makon padarimiz Sultan Said Babaxon qatorliq ajdodlarimizmi cheksiz faxrlanadi. Siz ul babai ajdodlarimizning yuzini yo'riq qilib, shonu shavkatlik nom obro'yini qo'g'dab qoldingiz. Shu topda ashaddiy ag'yorimiz Jungar xoni, buyuk Ching tasarrufining haqani Bug'dixon bilan qattiq jang qilmoqda. Bu yerdagi Bug'dixon degani Ching sulolasining haqani Kangshini demakchi deydi. Ol Moğol xoni bu bir necha yildan beri Bug'dixon bilan bo'lgan urush halakchiligida buyuk Saidiya tasarrufimizga qarashqa chulus tegmagan bilan urush xirojini g'amlash uchun zaminimizga hamon bir kuni bostirib kelmay qolmaydi. Chalish tasarrufimizni qo'g'dashdagi muhim o'tkal. Shunga dushmanning tasarruf qilishini to'sib, el yurtni balo qazodan saqlash uchun qo'riqchilik qilishni, ostoniga berib saltanat ishlariga hamdamda bo'lishdan afzal deb qarayman. Bu vaqtdagi maqsad mutolaalarimizni ilgari avatgan maktublarimda xeyli aniq bayon qilganman. Ey Bahadır singlim, ilgariki jasorat, g'ayurliqingizni qaytadan urg'uting. Orada erkanlarga bo'lgan taqib nazoratchilikni kuchaytding. Zinhor g'ofil bo'lmang. Sal-palla gumon paydo qilgan amirlarga shafqat qilmang. Ishonch qilgan amirlarni e'tiborlang. Ul osi ishon g'o'jilarga qilchilik sil-rahim qilmag'aysiz. Shuni esingizda mahkam tutingki, qilichidan qon tomdirishni bilmagan xon sulton zinhor saltanat suranmaydi. Menkim akangiz bu yerda sizga tog'dak yulanchuk bo'lib, saltanatni yotlarning oyig'idan muhofazat qilg'ayman. Malika Muhtaram xonim aksi Shahzoda Oqboshxonning maktubini topshirib olib, qaytadan ishonchiga to'ldi. Har qaysi yurtlardagi amir baglarga, noib amir baglarga sulki ishqiya muritlarining so'z harakatlarini, targ'ibotlarini qattiq ta'qib qilish, qarshilashquchilarni qattiq jazolash xususida qayta yorliq tushirdi. Ishonchsiz, sadoqatsiz deb qaragan bir qism amirlarni o'rnidan tozladi yoki mansab darajasini tuvallatdi. Bu ish sulki ishqiya muritlarining g'ovg'asini texmo aditibatdi. Har qaysi yurtlardagi sulk mas'ullari yuqori inovatga ega xalifa so'pala ostoniga kelib, o'rda oldiga cho'qlashdida, atrofiga minglagan muridlarini yig'ib, xonim podshohdan hisob olmoqchi bo'ldi. Haddidan oshgan ishqiya sulkidagi bu xalifa so'palaning payli to'limi yomon edi. Malika Muhtaram xonim shohnishinda jiddiy kengash chaqirdi. O'li so'pi darvishlarning muddaosi nima ekan, amir janoblari? So'rdi Malika Muhtaram xonim oston amiri Mirzo Alimshohga qarab. Xonim podshoh oliylariga ma'lum bo'lg'ay, dedi Mirzo Alimshoh hurmat bilan qo'l bog'lab turib. Ularning muddaosi el orsidagi oshu fitna ig'volar bilan o'xshash. Appaxon hojam bilan Yahya hojamning xun davosini qilishdir. Uningdan boshqa Yahya hojamning 3-xo'jazodisi Ahmad hojamni rasmiy yo'sinda ishqiya sulkining piri azmi deb e'tirof qilib, Qashqarni suyrug'al qilib berishni talab qilish, yana Mirzo Alimshohning levini tishlab turib, qog'inni ko'rib, Malika Muhtaram xonim taqatsizlanib so'radi. Yana qandoq talabi bor ekan? Aytishqa tilim kuydi oliylari. Aytsinlar, dedi Malika Muhtaram xonim qopqanda turib. Yana Mirzo Alimshoh bir necha daqiqa duduqlagandan keyin gapini davomlashtirdi. Ular olilarini, taxt saltanatni
Ahmad hocamga ötünüp bəsun dəvatıdı. Bədbəxit münafıqlar. Malika Möhtərəm xanım g'azab bilan turib ketdi. O'ng qo'lini oltin to'qiliq kameriga esib olgan olmos sopliq shamsharga uzatdi. G'azab qilmag'aylar olilari, dedi Mirzo Alimshohbek dir-dir titrab. Shu topda u Malika Möhtərəm xanımning as-hushini yo'qotib, o'zini chepib tashlashidan ansirab, qora targa cho'milib ketgan edi. Ul asilarning payli rostilla shundoq yomonmi? Shundoq yomonmidir? Amir janoblari, dedi Malika Möhtərəm xanım tishlarini g'o'chirlatgan holda. Shundoq olilari, ular payldan yondigandek emas. Mərhum İşan Xan hocamning yuzini qilib, shu chaqqucha ul aqtaqliq sopi darvishlarga kangchilik qilib keldik, dedi Malika Möhtərəm xanım o'rda arkanlarga qarab. Ammo ular sil rahim qilganni faqatli bilmadi. Sarkarda Mirzo Sultonbek. Labbay olilari. Lashkari divanning o'rinbosar amiri kabri, qo'shimcha o'rda yasovullar divanining amiri Mirzo Sultonbek das o'rnidan turib bir qadam oldiga chiqdi. Lashkar boshlab chiqib, u xalifa so'pilarning birini qochirib etmay tutsunlar. Farmon berdorman olilari. Bir osh peshin vaqt o'tganda sarkarda Mirzo Sultonbek shohnishonga oldirash kirdida Malika Möhtərəm xanımga ma'lumot yo'lladi. Xonim podshoh odilariga ma'lum bo'lg'ay, ul riyokor xalifa so'pilarning hammasi hibsiga ilindi. Jami qancha odam? 1056 odam. Qani, janobi amirlarim, men bilan yuringlar. Malika Möhtərəm xanım shundoq dedi-da, taxtdan tushib sirtqa qarab mangdi. Malika Möhtərəm xanımning maqsadini bilinmagan amirlar dabbas qadam bilan orqasidan agashdi. Ostonning sharqi tarafidagi to'plikda o'rda beg'idan iqib chiqqan suvda kech-kunduz to'xtamay cho'rgilab turadigan ikki tosh tugman bor edi. Bu tugmanlarda maxsus o'rda harmidikilarning yemakdiki uchun un tortiladi. Malika Möhtərəm xanım sarkarda Mirzo Sultonbekka buyruq, heliqi mingdan ortiq ishqiya sulgidagi xalifa so'pilarni mushiyaga haydab akeldirdi-da, ularning qinini tugmanning nuriga iqitib turib bo'g'izlashga farmon berdi. Shu hamon lashkarlar putquli mahkam tushalgan xalifa so'pilarni bir-birlab tugmanning g'o'ldisiga iqqivatgan eriqning bo'yiga akilib yotqizdi. 5 nafar jallod ularning beshini eriqqa to'g'irlab, geliga pichoq surishga boshladi. Har qitim pichoq surilganda, so'pi darvishlarning gelidan shoqirab etilib chiqqan qonlar tugmanning g'o'ldisiga tushayotgan suvni qip-qizil bo'yaytdi. Qip-qizil suv tugmanning g'o'ldisiga tushib, choqpalakni texmi tez aylantirib. Eg'ir tugman teshi bir xil ritmda cho'rgilab, Sökendin tushayotgan ügütni izatdi. Oppoq un to'zindilari xampiga takshi chechilatdi. Tugmanning chiqildirg'uvchisi bo'lsa, bir xil ritmda taqildaydi. Bo'g'izlanayotgan ishon xalifalar kalima shahodat aytishqinicha echinishliq nola qiladi. Shu daqiqada ikki tosh tugman qip-qizil qonda cho'rgilayotdi. Bu dahshatli manzaraga qarashga bardoshlik berolmagan, tomosha ko'rishga chiqqan Oston aholisi, bir qism lashkarlar va amirlar ko'zlarini mahkam yumilib olishgan edi. Malika Möhtərəm xanımning mangzida qetib qolgan ikki tomchi yosh tugmanning nurida tushayotgan qonning sho'lisida xuddi bir jup qizil marvoyitdek jilolaydi.